Lekin shariat u sizni shariat bo'lmaydi. Shariatda aka iloji boricha haydagizlar. Shariatda hadislarda, fiqhda ko'rsatilgan belgilangan. Masalan aytaylik, zinokorlikda birovni ayblasa nohaq, darra uriladi. Lekin shu darrani shariatda chegarasi bor. U darra uriladigan yolg'iz borib xohlagancha uriladi degan emas. Darrani qalinligi, uzunligi, qattiq yumshoqligi hammasi belgilangan. Bu urishdan bundan ko'tarib tap etib uradi. Qasdlab solmaydi. U hatto jazo qozining hukmi bilan jazo berilganda ham qasdlab solmaydi. Shuning uchun uringlar degan oyatni, masalan, qo'lni kesinglar degan oyatda qo'lni qayerdan kesib bo'ladi emas, shariat belgilab bergan, mana bu joydan kesadi. Tepadan chekish mumkin emas. Qo'lgan oyatda deb xohlagan joydan kesishingiz mumkin emas-da. Uringlar degan oyatni tafsirida ham u sunnat bilan qanchalik urish mumkinligi belgilab berilgan, bundan oshirish mumkin emas.